Allohga shukr. Allohga ming g'alla shukr, berganiga shukr. Mana shu suvni borki, hech kim bilmabdi-da. Men bildim lekin. Mana qarang. Mana qarang, mana ichyapman. Og'rigan tishi davo qilar ekan. Men ana shuni bildim. Shuni bir doktorlar bir laboratoriyadan o'tkazsin shu suvni. Lekin juda mazza ekan, lekin tish og'rig'ini qoldirar ekan. Ishqalab, zurli shotka bilan yuvganda foydasi zo'r ekan. 3 kun oldin qilib ko'rdim. Birinchi martadan ekan chiqdim. Hech kim hali buni TikTokda, boshqada, YouTube'da ko'rgani yo'q, sinib. Men o'zimcha ko'rdim. Dori ichdim, boshqa qildim, davo topmadim-da. Lekin ana shundan 3 kun oldin qildim. Endi nima bo'lsa bo'lar ekan, chayqa ishqalab yuvdim. Shotka bilan davo topdim. Hozir Xudoga ming g'alla shukr, Allohga ming g'alla shukr, zo'r ekan. Bir sanab ko'ringizlar o'zingizam. Kimdadir tishi og'rigan bo'lsa, ana shunda baraka topasiz. Davay, sog' bo'linglar.